Shunday bir odamlar bor. Hadisni o'zidangina shar'iy hukmlarni chiqarib olsak bo'laveradi deydiganlar. Mazhabda bizga keragi yo'q deydiganlar bor. Bu odamlar agar hadisni o'zini o'qiblar shar'iy hukm chiqarib olaman deyotgan bo'lsa, demak bu odam o'zini Imom Azam darajasidagi ilm egasi ekanligini da'vo qilyapti. Shuna desam to'g'ri bo'ladi. Bizga mazhabni keragi yo'q, biz hadisni o'zimiz o'qib fatvo chiqarib olamiz deyotgan odam, men Imom Azam darajasiga yetdim, menga mazhab bosh kerak emas, men o'zim yo'l topib ketaveraman deyotgan bo'ladi. Rozimisizlar? Shuna bo'ladi da'vosi. Aytinglarchi, yer yuzida mana shu 4 ta imomda birortasiga hozirgi kunda ilmi teng bo'lgan olim bormi? Bizi oramizda Imom Azamning ilmiga teng ilmim bor degan odam bormi? Yo'q. Ketdik. Yarmigacha? Yo'q. 4dan 1 ilmiga teng keladigan odam bormi ilmli ishimizda? Unda nimaga mazhabni yig'ishtirib turib biz hadisni o'zidan fatvo ola olamiz deb ayta olamiz? Samolyot yasashni misolini bir qaytarib qo'yamiz. Chunki bu o'tgan juma kelmagan akalarimiz ham bor. Samolyot yashamoqchi bo'lgan odam, uchmoqchi bo'lgan odam nima qiladi? Hozirgi kunda samolyot sozlik qaysi darajaga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yetkizgan joyidan boshlab samolyot qilib ketaveradi. Zavod quradi, texnologiyasini olib keladi, stanogini olib keladi, ustasini olib keladi, samolyotni yasab turib uchib ketaveradi chiqib. Endi bu osmonda uchishlik boshlanishi qana bo'lgan? Tarixiy filmlarda ko'rsanglar ko'rasizlar, Ponokaga o'xshagan narsadan samolyot qilib irg'ibdi, samolyot sinib ketayotgan, qanot boylab uchayotgan, qoqilib, so'qilib 100-200 yil deganda mana shu hozirgi davrga yetib keldik samolyot sozlikda. Endi ayting, mana shuncha yillik tajriba to'plangan ilmdan foydalanmasdan chekiga surib qo'yib, men o'zim boshidan boshlayman deb qanot qoqayotgan odam aqlli odam bo'ladimi? 1000 yildan beri bu mazhablar odamlarda boshqarib hayotidagi mushkulalarni hal qilib, shar'iy fatvolarni hukmlarda aytib turgan bo'lsa, endi bu narsalar kerak emas, biz hadisda o'zi bilan ketaveramiz deyishlik, 1000 yillik tarixga ega bo'lgan bu mazhabni inkor qilishlik emasmi? 1000 yildan beri yashab kelgan olimlarning qilgan mehnatini 2 pulga chiqarish emasmi? Agar Imom Azamchalik ilmim bor degan odam bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yarimicha ilmi bor odam qo'lini ko'tarsin. Yo'qmi? Mazhabni ushlab ketaveraylik.